Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, Xorazm avtotek xizmat obunachiları. Yana bugun bizning navbatdagi savdomiz Tracker avtomobili bo'ldi. Bizning har doimki mijozimiz Hajaram kelibdilar. Xudo xolasa, bular o'zlarini videolan kunlarida Tracker avtomobillarini xarid qildilar. Hajaram tabriklaymiz. Kelanlar shamol o'ttirsin, ilohim bundan ham muboraklarni nasib etsin. Hamma shunday o'zingiz quvontirib yurish nasib etsin. Rahmat. Shu Xorazm avtotek xizmat haqida bir ikki og'iz yaxshi gaplarni aytsangiz, yumurtam avtomobilingiz keladi. Rahmat. Bundan tabriklaymiz. Yaxshi kunlar, to'ylarni yashaysiz. Rahmat. Rahmat. Ikki og'izim yaxshi niyatlaringizni aytib bersangiz, Xudo xolasa. Aziz yurtdoshlar, Xorazmning xonzodalari, bilasizlar, bu Xorazm avtotek bizning Xorazm viloyatida emas, butun O'zbekistonda eng mashhur salonlardan biri. To'g'ri. Men bu yerda 2 marta mashina olganman, bu 3-mashinam. Xudo xolasa hammangiz topgan mehnat bilan, o'zlaringiz umid bilan topgan pullaringizga shunday chiroyli mashinalar olaverasizlar. Sizlarga rahmat. Xudo xolasa bu mashinangiz faqat to'yga borib to'ydan keladi inshaalloh. Bu oxiri bo'lmaydi. O'zbekimning topganlari to'ylarga buyurg'ay Xudo. Bu oxiri bo'lmaydi. 3-chi mashinalari bundan ham kattaroqlarni Xudo xolasa tabriklab turish nasib etsin. Yaxshi kunlar, to'ylar xizmat etsin. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.